Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki vaqtincha ushlab qolinishi mumkin bo'lgan holatlar haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlariga, qarindoshlariga, chet elda yurgan yaqinlariga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik bir narsani bilmaydi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u umr bo'yi hech qanday tekshiruvsiz, hech qanday shartsiz avtomatik to'lanaveradi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim qoidalar buzilsa, hujjatlar yangilanmasa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar xavotir olish kerak, kimlarga xavf yo'q, qaysi holatda pensiya olib qo'yilmaydi, qaysi holatda vaqtincha to'xtatiladi, qaysi holatda ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinadi. Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga ho'ziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p muammolardan qutuladi. Avval qanday edi? Avval pensioner pensiya tayinlatgandan keyin ko'p hollarda faqat bank kartasiga yoki pochta orqali pulini olib yurardi. Tekshiruvlar bor edi, lekin ko'pchilik ularga unchalik e'tibor bermasdi. Masalan, odam manzilini o'zgartirsa, chet elga ketib qolsa, nogironlik muddati tugasa, talaba farzand o'qishni to'xtatsa, bu ma'lumotlar har doim ham tezda tizimga tushmasdi. Natijada ba'zida odam pensiyani olishda davom etardi. Keyin esa bir necha oy yoki hatto bir necha yil o'tib, siz ortiqcha pensiya olibsiz degan talab kelardi. Endi nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari o'rtasida elektron axborot almashinuvi kuchaygan. Ya'ni pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalari organlari, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, soliq bank, oliy ta'lim muassasalari va boshqa idoralarning ma'lumotlari ko'proq solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan ham bor. Odam har bir ma'lumot uchun yugurib yurmasligi kerak. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Tizimda nomuvofiqlik chiqsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi yoki tekshiruv boshlanishi mumkin. Men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya olib qo'yildi degan gap har doim ham butunlay bekor qilindi degani emas. Ba'zan pensiya vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, hujjat yetishmaydi, shaxsni tasdiqlash kerak, nogironlik muddati uzaytirilmagan, bank kartasi bloklangan, pensionerning tirikligi tasdiqlanmagan yoki noto'g'ri ma'lumot paydo bo'lgan. Agar sabab bartaraf etilsa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin ayrim holatlarda haqiqatan ham pensiya bekor qilinishi yoki ortiqcha olingan summa qaytarilishi mumkin. Birinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolar eng ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan guruhlardan biri. Chunki nogironlik ko'pincha muddatli belgilanadi. Masalan, odamga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Shu muddat tugaganda u qayta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Agar o'z vaqtida ko'rikdan o'tmasa, tizimda nogironlik muddati tugagan deb chiqadi va to'lov to'xtashi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Deylik, Oltin 2 yoshli Akmal aka 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi oyiga 1.200.000 so'm. Nogironlik muddati 20 oy kuni tugaydi. Akmal aka meni baribir kasalligim bor, pensiya davom etaveradi deb o'ylab komissiyaga bormaydi. Iyun oyida kartasiga pul tushmaydi. U bankka boradi. Bank bizda pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga borsa, nogironlik muddati uzaytirilmagan deyiladi. Ana shunda u qayta komissiyadan o'tadi. Agar nogironlik uzaytirilsa, ayrim holatlarda to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Lekin kechikish, yugur asabiylashish bo'ladi. Shuning uchun muddatni oldindan tekshirish kerak. Ikkinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu pensiya yoki nafaqa odatda marhumning qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan farzandlarga, ayrim holatlarda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan, o'gindagi yoshdan oshgan farzandlarga beriladi. Bu yerda juda muhim shart bor. Bola belgilangan yoshga yetganda yoki o'qishni tugatganda, akademik ta'til olganda, o'qishdan chetlatilganda, sirtqi yoki kechki ta'limga o'tganda to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, 19 yoshli Dilnoz otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Oyiga 800.000 so'm pensiya tushadi. Ikkinchi kursda u o'qishni vaqtincha to'xtatib, akademik ta'til oladi yoki o'qishdan chetlatiladi. Agar bu ma'lumot pensiya organiga yetib borsa, to'lov to'xtatiladi. Agar u bu haqda xabar bermay 6 oy davomida pulni olib yursa, keyin 4.800.000 so'm ortiqcha to'lov deb hisoblanishi mumkin. Keyin davlat organi bu pulni qaytarishni talab qiladi.
Ko'pchilik aynan shu joyda xafa bo'ladi. Men bilmagan edim deydi. Lekin qonunchilikda ko'p holatda xabar berish majburiyati oluvchining o'zida ham bo'ladi. Uchinchi guruh chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar bu masala juda ko'p savol tug'diradi. Ayrim pensionerlar farzandlarininkiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. Ba'zilar 2-3 oyga ketadi, ba'zilar esa 1 yil yoki undan ko'p vaqt qoladi. Muammo shundaki, pensionerning shaxsan tasdiqlanishi, yashash manzili, tiriklik fakti, bank kartasidan foydalanish holati kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 70 yoshli Malika opa o'g'linikiga chet elga ketdi. Pensiya kartasi esa O'zbekistonda kelinda qoldi. Har oy pensiya tushadi. Kelini bankomatdan olib ishlatadi yoki opaga yuboradi. Bir qaraganda hammasi joyida. Lekin keyin bank yoki pensiya organi shaxsni tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Agar pensionerning o'zi mamlakatda bo'lmasa, hujjatlarni vaqtida taqdim etmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Eng yomoni, agar pensioner vafot etgan bo'lsa-yu, karta orqali pensiya olish davom etsa, bu juda jiddiy holat. Bunday pullar albatta qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim vaziyatlarda huquqiy javobgarlik masalasi ham ko'riladi. 4-guruh bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olayotganlar. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi. Yana nogironlik bo'yicha to'lovga ham ariza beradi. Yana boshqa ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya oladi. Hamma to'lovlar ham bir vaqtda berilavermaydi. Qonunda qaysi to'lovlar birga to'lanishi mumkin, qaysilari o'rniga bittasini tanlash kerakligi belgilangan bo'ladi. Agar tizimda xatolik bilan odamga 2 xil to'lov tushib ketsa, keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Masalan, Rasul aka yoshga doir pensiya oladi. Oyiga 1.500.000 so'm. Keyin u nogironlik bo'yicha ham hujjat topshiradi. Agar unga noto'g'ri ravishda qo'shimcha 900.000 so'm to'lov ham tushib tursa, 10.9 million so'm ortiqcha to'lov yig'iladi. Keyin men sarflab yubordim. Endi qaytara olmayman deyish muammoni hal qilmaydi. Shu sababli kartaga tushayotgan har bir pulning manbasini bilish kerak. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, agar pensioner ishlasa, pensiyasi olib qo'yiladimi? Umumiy qoida sifatida yoshga doir pensiya oluvchi odam ishlashi mumkin, pensiyasi shunchaki yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin ayrim turdagi imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki maxsus pensiya turlarida ishlash holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ish staji va ish haqi bo'yicha qayta hisoblash masalalari alohida tartibda ko'riladi. Shuning uchun ishlasam pensiyamni butunlay olib qo'yishadi degan qo'rquv har doim ham to'g'ri emas. Lekin men ishlayotganimni yashirsam bo'ladi degan fikr ham noto'g'ri. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz va bank ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsa, boshqa nomuvofiqlik bo'lmasa, pensiyani hech kim sababsiz olib qo'ymaydi. Pensiya shunchaki kimningdir xohishi bilan bekor qilinmaydi. Buning uchun huquqiy asos bo'lishi kerak. Muddat tugashi, hujjatning haqiqiy emasligi, ortiqcha to'lov, vafot holati, noto'g'ri ma'lumot, 2 xil to'lov, qonundagi shart bajarilmasligi kabi sabablar bo'ladi. Eng katta tuzoqlardan biri kartaga pul tushyaptimi, demak hammasi qonuniy deb o'ylash. Yo'q, bu har doim ham shunday emas. Tizimda xatolik bo'lishi mumkin. Ma'lumot kechikib kelishi mumkin. Organlar o'rtasida axborot almashinuvi vaqt olishi mumkin. Agar siz to'lovga haqli bo'lmasangiz, pul tushishda davom etsa, keyin bu ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat pensioner vafotidan keyin pensiyani olish. Bu juda og'ir, lekin hayotda uchraydigan holat. Masalan, ota vafot etadi, farzandlar esa kartada pul borligini ko'rib, baribir otamning puli edi deb yechib oladi. Lekin vafot etgan kundan keyingi davr uchun tushgan to'lovlar qonuniy meros puliga o'xshab avtomatik olinavermaydi. Bu yerda alohida tartib bor. Vafot etgunga qadar hisoblangan, lekin olinmay qolgan pensiya boshqa masala. Vafotdan keyin noto'g'ri tushgan pul boshqa masala. Shu farqni tushunish kerak. Aks holda keyin qaytarish talabi keladi. 3-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar kasal bo'ladi. Yura olmaydi yoki chet elda bo'ladi. Ular ishonchnoma beradi. Ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, muddatida amal qilsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugasa, bekor qilinsa, pensioner vafot etsa yoki shaxsni tasdiqlash talab qilinsa, to'lov to'xtashi mumkin. Ishonchnoma borligi ham hamma masalani abadiy hal qilmaydi. 4-nozik jihat yashash manzili o'zgarganda xabar bermaslik. Masalan,
pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib ketdi. Doimiy ro'yxatdan chiqdi yoki vaqtinchalik yashay boshladi. Ba'zida pensiya to'lovi joyi, pochta yetkazib berish, bank xizmatlari, mahalla ma'lumotlari o'zgaradi. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, pensioner qayerda yashayapti, tirikmi, to'lov kimga ketyapti degan savollar chiqadi. Ayniqsa pochta orqali naqd pensiya oladiganlar manzil masalasiga juda ehtiyot bo'lishi kerak. 5. Nozik jihat hujjatlardagi ism familiya xatolari. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pasportda O'g'loy, eski mehnat daftarchasida Uguloy, nikoh guvohnomasida boshqa yozuv, diplomda yana boshqa yozuv. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlashda ham, qayta hisoblashda ham muammo tug'diradi. Agar oldin pensiya tayinlangan bo'lsa ham, keyin elektron bazalar solishtirilganda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlardagi ma'lumotlarni bir xil holatga keltirish juda muhim. 6. Nozik jihat mehnat staji va ish haqi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot. Pensiya miqdori ko'p jihatdan staj va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq. Agar arxivdan noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, soxta hujjat taqdim etilgan bo'lsa yoki bir joyda ishlamagan, davr ishlagan deb kiritilgan bo'lsa, keyin tekshiruvda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu holatda faqat kelajakdagi pensiya kamayishi emas, oldingi davr uchun ortiqcha olingan summa ham masala bo'lishi mumkin. 7. Nozik jihat o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida oilaviy holat va qaramlik masalasi. Ba'zan qarindoshlar bola 15 yoshga to'ldi, lekin hali o'qiyapti. Demak, pensiya davom etadi deb o'ylaydi. Bu yerda o'qish shakli. O'qish muddati, kunduzgi ta'limi yoki yo'qmi? Talabalik maqomi haqiqatan saqlanganmi? Hammasi muhim. Faqat institutga kirgan degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Elektron baza orqali tasdiq kerak bo'ladi. 8. Nozik jihat bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar. Agar karta muddati tugasa, bank hisob raqami yopilsa, karta bloklansa, pensionerning pasport muddati tugasa yoki ID karta ma'lumoti yangilanmasa, pensiya olib qo'yildi deb o'ylashadi. Aslida pul to'xtatilmagan, lekin texnik sabab bilan o'tmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda bankdan, keyin pensiya organida aniq sababni bilish kerak. Endi eng muhim savol. Pensiya qachon butunlay bekor qilinadi? Qachon vaqtincha to'xtatiladi? Agar pensiya olish huquqi butunlay tugagan bo'lsa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola belgilangan yoshdan o'tib ketgan va o'qimayapti, nogironlik maqomi tasdiqlanmagan yoki hujjatlar soxta deb topilgan bo'lsa, to'lov bekor qilinishi mumkin. Agar faqat hujjat yetishmasa, ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, shaxs tasdiqlash kerak bo'lsa, bank muammosi bo'lsa, bu ko'proq vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Sabab bartaraf etilgach, to'lov qayta tiklanadi. Birinchi qadam, pensiyangiz nima asosda to'lanayotganini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, kompensatsiyami, nomini aniq biling. Chunki har birining sharti boshqa. Menga davlat pul beradi degan umumiy tushuncha yetmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha xulosa talabalik ma'lumotnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, bularning barchasida ism, familiya, tug'ilgan sana bir xil bo'lishi kerak. Agar xato bo'lsa, uni erta tuzatgan yaxshi. 3-qadam, agar pensiya to'xtab qolsa, vahima qilmang, lekin vaqtni ham bo'y bermang. Avval bankka murojaat qiling. Karta ishlayaptimi? Hisob raqam yopilmaganmi? Pul tushganmi yoki umuman kelmaganmi? Agar bank pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga boring yoki tegishli xizmatlar orqali murojaat qiling. Nega pul tushmadi deb og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilishga harakat qiling. 4-qadam, pensiya bo'limiga borganda kerakli hujjatlarni olib boring. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi rekvizitlari, ariza, muammoga bog'liq hujjatlar kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, talabalik ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, marhumning hujjatlari. Chet elda bo'lsa, konsullik orqali tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lov to'xtatilishining sababini ma'lum qilishingizni, agar hujjat yetishmasa ro'yxatini berishingizni, qonuniy asos bo'lsa tushuntirishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq javob berilishi kerak bo'ladi. 6-qadam. Agar ortiqcha to'lov talab qilinsa,
Darhol sababini so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi asos bilan, qaysi hujjatga ko'ra, hisob-kitob qanday qilingan deb so'rashga haqqingiz bor. Masalan, sizdan 6 million so'm talab qilinsa, u 5 oy uchunmi, 10 oy uchunmi, qaysi to'lov bo'yicha hammasi aniq bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiya kartasidan foydalanishda ehtiyot bo'lsin. Agar ota-onangiz tirik, ro'zi va huquqiy tartib buzilmayotgan bo'lsa, boshqa masala. Lekin pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish juda katta muammo keltirishi mumkin. Vafot holatida tegishli organlarga xabar berish, olinmay qolgan pensiya bo'lsa, qonuniy tartibda rasmiylashtirish kerak. 8-qadam. Chet elga ketayotgan pensioner oldindan maslahat olsin. Qancha muddatga ketayotganini, pensiya qanday olinishi, ishonchnoma kerakmi? Tiriklikni tasdiqlash tartibi bormi? Konsullik orqali qanday hujjat olish mumkin? Bularni oldindan bilib ketish kerak. Borib olamiz, keyin ko'ramiz degan yondashuv pensiya to'xtab qolishiga olib keladi. 9-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabalar har o'quv yilida maqomini tekshirib tursin. O'qish joyidan ma'lumotnoma oling, kunduzgi ta'limda ekaningiz tasdiqlansin. Akademik ta'til yoki chetlatish bo'lsa, pensiya organiga xabar berish masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Agar siz o'qishni to'xtatgan bo'lsangiz, pul kelishda davom etsa, bu sizniki bo'lib qolmaydi. 10-qadam, har oy tushayotgan pulni nazorat qiling. Kartangizga pensiyadan tashqari boshqa tushumlar ham kelishi mumkin. SMS xabarnoma, bank ilovasi, kvitansiya orqali tekshirib boring. Agar birdaniga odatdagidan ko'proq pul tushsa, xursand bo'lib sarflashdan oldin sababini aniqlang. Chunki noto'g'ri tushgan pul keyin qaytariladi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Har qanday gapga ishonmang. Mahallada kimdir endi hammaning pensiyasi olib qo'yilar ekan desa, bu vahima bo'lishi mumkin. Yana kimdir ishlasang pensiyang butunlay ketadi desa, bu ham har doim to'g'ri emas. Siz faqat rasmiy manba, pensiya organi, qonunchilikdagi aniq qoida va yozma javoblarga tayaning. Demak, pensiya sababsiz olib qo'yilmaydi. Lekin ayrim holatlarda pensiya to'xtatilishi, qayta hisoblanishi, kamaytirilishi yoki ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Eng xavfli holatlar nogironlik muddati tugashi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish maqomi o'zgarishi, pensioner vafotidan keyin kartadan pul olish, chet elga uzoq muddat ketib hujjatlarni yangilamaslik, noto'g'ri yoki soxta ma'lumotlar, bir vaqtning o'zida mos kelmaydigan to'lovlarni olish. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni bugunoq tekshiring, kartangiz va pasport ma'lumotlarini yangilang, pensiya turini aniq biling. Shubhali vaziyatda rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Vaqtida qilingan bitta ariza, vaqtida olingan bitta ma'lumotnoma sizni millionlab so'mlik qarzdorlikdan, pensiya to'xtashdan va ortiqcha asabiylashishdan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda pensiya to'xtab qolgan bo'lsa yoki tanishingiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi viloyat, qaysi pensiya turi, necha oydan beri muammo bor. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bir kun kechikish ham odamga katta zarar keltirishi mumkin.